Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlarga yangi partiyamizni ko'rsatamiz. O'sha hamma telefon qilaverib, kutaverib, ko'zi to'rt bo'lgan klientlarimizga yangi partiyalarimiz keldi. 1,5 kubalik pogrushiklarimiz 7 tonnalik 92 kilovatlik hammalaring bundan уже olib ancha klientlar ishlatdi, ancha yildan beri ishlatyapti. Bu 92 kilovatlik 4 porshinli bo'ladi. Hozir motorini ham ko'rsatib o'taman sirazi. Tak. Mana motori, turbinalari bor. Konditsioner, hamma narsasi bor. Nimani qopqog'i ochiq qolibdi, radiatorning qopqog'i. Shu 7 tonna vesi. Mana vesi 7 tonna. Balandligi 420 ko'taradi. Tak. 420 ko'taradi. Kovshalari ikkitadan. Mana kattasi 201lik kovshasi, bu toshniki emas. 201 deb o'ylamanglar, bu 1,5 kubalik pogrushik. Bu yuqa bug'doy nimalarni ortadi. Oti nima? Bug'doy, ko'mir shularni ortadi. Ichidagi o'zini 1,5 kubalik kovshi, mana bitta lishni bu bitana meshalkaniki beqo'b o'tib qo'yganmiz. Ikkitadan bo'ladi o'zi nimasi? Kovshalari. Konditsioner hammasi joystikda ishlaydi. Joystik bor. Richag emas. Hozir meshalkalarimiz haqida ham aytib o'tamiz. G'ildiraklari 16 ga 24 lik g'ildiraklar. Bu nima loy bo'lib ketganiga qaramaysizlar. Hozir qor, yomg'ir, eruv bo'lgan. Trallerdan tushirganimizga shunday loy bo'lib ketdi. Hammasi trallerda keladi. Perigon emas, probegi 0 bo'lardi. Hozir oxirida narxini aytib o'taman. Meshalkani ham hammasini kreditga olsalaring bo'ladi. Bu yerda naqd turgan texnikani hammasi kredit, leasing beriladi. Tak, mana ikkitadan kovshalari. Juda baquvvat ishlangan. Mana o'rtadagi silindrlari ham ancha qalin. Keyin yana bitta narsa aytib o'taman. Sirazi aksiyada pogrushigimiz bor. Klientlar aksiyada pogrushigimiz bor. Xuddi mana shuni 6 tonnaligi bor. Boshqa joyda 260-270 milliondan sotyapti. Aksiyada 1 yil eski, o'tgan yilgi partiyadan bitta qolib ketgan. Arzon berib olamiz. 216 millionga gideta nima qilib gaplashib berib olamiz agar naqd sanaydigan bo'lsalaring. 50 million arzoniga. Ko'ringlar, mana hech kim bermaydi. Nalichida turgan pogrushikda 50 million arzoniga hech kim bermaydi. Faqat bizda. Aziz Ekskavator kanali O'zbekistondagi eng arzon texnikalar ko'rsatadi. Yangi garantiyasi bilan hamma texnikamiz 2000 motochas. Tak. Endi bularni nimasiga, betona meshalkasiga kelsak, o'tgan safar bistrasiyomi yo'q edi. Bu safar mana bistrasiyomi bor. Mana qo'lim yetmaydi, oyoq bilan ko'rsataman, xafa bo'lmaysizlar. Mana bu bistrasiyom tagida lyuklari bilan kelgan. Buni o'zimiz nimalarini zakaz qildik. Lyuklari bilan bo'lsin dedik. Klientlarning talabiga binoan. Bunaqa meshalka O'zbekistonda hech joyda sotuvda yo'q. Mana kattaligini qaranglar. Mana qo'lim bir katta bir kanistrday chiqadi. Двойной. Bu asosiy buni ishi daryoni toshini qorishga mo'ljallangan. Mana qalinliklari. Mana temiri bu tarafini ham ko'rasizlar. Mana barmog'im. Mana barmog'imni qo'yib ko'rsataman. Mana juda qalin. 2 sm endi 2,5 sm. Undan tashqari ichida branirovkalari ham bor. Branirovkalarni yechib taqasizlar, sotiladi alohida. Mana ichida aylanadi. Tosh turib qolmaydi hech joyida. Daryoni toshini qorganda qisilib qoladimi orasiga deysizlaring, qisilib qolmaydi. Bu sinovdan o'tgan. Tagida lyuklari bor. Lyukiga shlanka ulab apalovkani o'zingizga kerakli joyga yo'naltiraverasiz. Chunki bu 420 balandlikda turadi. Shlankani xohlagan joyingizga 6-7 metr uzoqlikka ham, 10 metr uzoqlikka ham yo'naltiraverasiz. Lyuklari ham bor. Mana двойной motori. Daryon toshini bemalol qiynalmasdan qorasiz.
Tak, lyukini ko'rsatsak endi. Mana tagida ko'rinyaptimi? Mana silindr ochib yopadi. Silindr yergadan shag'al olganda tegmaydimi desangiz, yo'q, tegmaydi. Mana tagida nimasi bor? Chanasi bor. O'sha chanasi tegadi, temiri mana. Nimasi? Ramasi bor. O'sha tegadi, nima tegmaydi? Shlankalari, silindrlari tegmaydi. Juda mo'shli ishlangan. Tak. Mana oddiy ramasini mana o'zlaringni XMG pogroshiklaringni solishtiringlar. Mana u 3 ta barmog'imda keladi. 6 mi endi bu 5 mi? 5 bo'lsa kerak, 5 sm. Hech qaysi 1.5 pogroshilar bunda emas. Endi 1.8larga solishtirmanglar-da, ular ancha qimmat. 1.5 pogroshilarda eng kattasi mana shu bo'ladi. Bundan kattasi o'sha 1.8 ketgan. Tak. Mana akalar, bir kubani bemalol qorasizlar. Buni ichiga 1.8 sig'maydi. 1.8 bo'lsa bu 5 tonna yuk bo'lib ketadi. Beton toshdan ancha og'ir, 2 barobar og'ir bo'ladi. Ichiga 1 kubani, o'rtacha 1 kubani qorasizlar. Endi ja toshirmaysizlar, gideta mana shunday hisoblang, 1 kuba ketadi. Shu. Hozir bular hech narsani ulab, o'rnatib o'tirish shart emas. Agar o'zini olib ishlataman desalaring, buni shunday olasizlar, shunday haydaysizlar. Ichida rechaklari bor, qo'shimcha rechaklari, betonomeshalkaga отдельно, lyukni ochib yopishga отдельно, anoni yechib taqishga yana отдельно nimani adapterdi. Shu akalar. Ko'ringlar, mana narxlariga kelsak, pogroshilar 23 mingdan edi. O'zlaring bilasizlar, bu o'tgan safargi narx. Ustiga qo'shganmiz yo'q hech qancha. Meshalkasi shu 5 ming sotilgan narxi videoda sizlar o'zlaring ko'rdilaring, 5 mingga sotdik. Mana u yechib taqagan adapteri alohida 1000 bo'ladi. Endi bu siz qo'y olsalaring ham bo'ladi. Bu siz palistni o'ziga qiynalib ketasizlar. Har safar 3 tadan palist yechib taqish juda qiyin. Mana narxini chiqarib yuboryapsizlar, 29 mi gideta shunday bo'lyapti. Shu, sizlar hozir ikkita texnika olgan bo'lib qolasizlar. Buni kovshasi ham bor, shuni ham hisobga olinglar-da. Xohlagan paytlaring buni yechib, 1.5 kubalik kovshasini taqib ketasizlar. 1.8 ga qo'ysak bo'ladimi deysizlar? Ha, to'g'ri bo'ladi. Bu o'zi buniki emas, radnoy 1.8 niki. 1.8 ga qo'ysalaring bo'ladi. Buni hozir 1.8 ga orqasini peridelka qilish kerak. Mana strellar tushadigan joyini. Undan ko'ra zakaz bersalaring, xuddi mana shu pulga 1.8 da mana orqasida bistrasiyomi 1.8 ga tushadigan qilib olib kelib beramiz. Shu XMG deysizlarmi, STLG deysizlarmi, shularga tushadi hammasiga. Endi yana bitta narsa, zakazga keladigan texnikalarimiz haqida. O'zlaring bilasizlar, bu yerda 31 mingdan sotyapti pogroshilarni, hammasi kichkina korobka 31 mingdan sotilayotgandi. Katta korobka gideta 35 ming, 36 mingdan sotyapti. Katta korobkani biz 31 mingga olib kelib beramiz. Xuddi o'sha XMG bilan birga bir zapchasi bir xil bo'ladi hamma joyi. Undan tashqari joystikda ishlaydi katta korobka. Xohlasalaring 2.1 kubalik qo'yib beramiz kovshasini. Shunaqa bo'ladi narxi. Yo'q, men kichkina korobka olmoqchiman, o'sha XMG ga o'xshagan bo'lsin, 10 tonnalik bo'lsin desalaring, u ham bor, 29 ming, u ham joystik, konditsioner, kichkina korobka. Katta korobka 31 ming, katta korobkani endi ishlatganlar biladi, u ancha baquvvat bo'ladi. Shu. Mana 1.8 Ligong pogroshilar kelyapti, ular bizniki emas lekin. Meshalkalarni ham olib kelib beramiz. Keyin 1.8 da eng arzoni qancha desalaring, 8 tonnalik 1.8imiz bor. Narxi 25 ming. Zakazga uni ham olib kelamiz. Keyin Dusan bor. Dusan ham bor. Dusanning narxi 60 taligi 45 ming. 45 mingga uni ham olib kelib beramiz. Ko'ringlar, bu yerda 56 mingdan sotyapti. Mana 1.8 bilan yonma-yon solishtirganda 1.8 kattalik qiladi lekin. Bu 2.1 kuba ekan kovushasi.